Assalomu alaykum, azizlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Meni ismim Dildora Qosimova. Men rus tilida 2013-yildan buyon 12 yil davomida dars berib kelaman va mana shu kanalim orqali sizlarga bilgan bilimlarimni bo'lishmoqchiman. Undan tashqari ingliz tilidan ham C1 darajaga egaman, rus tilidan ham C1 darajaga egaman. Va xohlardimki, mana shu kanalda sizlarga bepul bilimlarimni ulashishni. Demak, bu darsda biz rus tilida aynan o'zbeklar rodlarni o'rganganda nimalarni bilishi kerakligini sizlarga o'rgatib ketmoqchiman. Darsimizni oxirigacha ko'ring. Siz kutmagan va juda ham lekin ishlaydigan va hech qayerda ko'rmagan bitta texnika bilan sizlarni tanishtiraman. Demak, rodlarni o'rganishdan avval bir nechta savollarga javob beramiz. O'zingizni hozirgi bilimingiz bilan o'ylab ko'ring. Demak, rus tilida nechta rod bor? Rodlarni ajrata olishda, nutqni rivojlanishda kerakmi o'zi yoki kerak emasmi? Qanchalik muhim? Ruslarning o'zi rodlarni qanday o'rganishadi? Вот. Va darsning oxirigacha siz mana shu savollarga javob bera olasiz. Demak, rus tilida 3 ta rod borligini уже hamma biladi. Bu мужской, женский va средний rodlar. Bunda dom, город, сосед, шкаф, огород degan so'zlarga qaraydigan bo'lsak, barchasi undoshga tugaydi. Demak, undosh bilan tuguvchi so'zlar мужской rod hisoblanadi. Женский bu a bilan ya kabi harflarga tuguvchi so'zlar, bular mashina, kvartira, семья, улица. Va средний roddagi bu o va e harflarga tuguvchi so'zlar море, солнце, дерево, кольцо, лицо. Va yana bir narsani bilishingizni xohlardimki, rus tilida so'zlarning rodi ularning ayollar yoki erkaklarga tegishli bo'ladigan narsalar va hokazo. Ba'zi umuman olganda ayollar erkaklarga umuman bog'lanmagan. Ko'pchilik shunda adashishadi deb o'ylayman. Мужской, женский deb nomlangani uchun bu hech qanaqa mushina, jenshinalar bilan hech aloqasi yo'q. Средний ham тоже самый hech qanaqa aloqasi yo'q. Buni shunday nomlanishiga sabablardan biri bu мужской rodda, ya'ni o'g'il bolalarning ismlari aksariyati undosh bilan tugaydi. Aleksandr, Ivan, Nikolay, Valeriy da juda ham ko'p ismlar, juda kam ismlar, bitta yarimta demasa, juda kam ismlar boshqa harfga tugashi mumkin. В основном undoshga tugaydi. A женский rodda ham ismlar a ga tugaydi. Bular Irina, Aleksandra, Yevgeniya, Anna, Oля, Olga и так далее. Juda ham ko'p ismlar, которые именно a ga tugaydi. O'shuning uchun ham bu женский rod deb qabul qilindi. Средний rod bu unsiga ham bunsiga ham tushmaydigan so'zlar. Вот. Endi ko'p joyda uchratishingiz mumkin. Общий rod degan tushuncha rus tilida общий rod bu alohida rod emas. Bu ayollar va erkaklarni anglatuvchi ba'zi so'zlar. Bunda biz o'g'il bola bo'lsa ham, qiz bola bo'lsa ham молодец deymiz yoki умница deymiz, aqlli deganida. Niryaxa bo'lsa palapartish, neumyoxa epsiz bo'lsa yoki urushqoq bo'lsa zadira deyishimiz mumkin. Bular shunchaki ikkita rodga ham aytib ketilaveradi. Bu rodda hech qanaqa o'zining belgilari mavjud emas. Так что rus tilida 4 ta rod bor degan fakt ba'zi joylarda ko'rishimiz mumkin. Bu noto'g'ri. Общий rod bu женский roddagi va мужской roddagi mana shu belgini anglatish uchun ishlatiladigan so'zlar. Darsimiz davomida bularni to'liq spiskasi bilan, ro'yxati bilan tanishib olasiz. Endi rodni nima uchun biz o'zi bilishimiz kerak? Qayerda bizga rod kerak bo'ladi? Mana shu savolga qisqa javob berib olamiz. Birinchisi bu egalik olmoshlari bilan qo'llashda. Misol uchun мой дом, моя комната, моё кольцо, da? И мои deb ko'plikdagi narsalarga aytiladi. Mana bu sizga berilgan ro'yxatda bu hamma shaxslar berilgan rus tilida 7 ta shaxs, men, sen, u, 2 ta, мы, вы, они. Bularni tarjimasi ya, men, ты, sen, on, u o'g'il bolalar, ana, u qiz bolalar, мы, biz, вы, siz, они, ular. Endi hozir ekranimizni ko'tarib olamiz. Endi bular bilan ishlatiladigan mana bu so'zlar, ya'ni egalik olmoshlari. Moy bu mening, da. Tvoy bo'lsa sening, его bo'lsa uning, ее
qiz bolaning, nash bizning, vash sizning, ih ularning. Va женский rod uchun mana bunday oxiriga a qo'shiladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, его, ее o'zgarishsiz qolyapti va ih ham xuddi shu kabi o'zgarishsiz qolyapti. Средний rodda moyo, tvoyo, nashi, vashi o'sha rodning belgilariga o'xshab ketadi, takrorlaydi oxirlarini, to'g'rimi? Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz va ko'plikda moи, tvoyi, nashi, vashi bo'lib o'zgaradi. Egalik olmoshlar bilan ishlash u qadar qiyin emas, chunki bor yo'g'i 4 ta bu yerda olmosh o'zgaradi. Его, ее, их barcha rodlar uchun bir xil ko'rinishga ega bo'ladi va bularning rodlarda o'zgarishi ham ko'rib turgan bo'lsangiz, rod belgisiga, misol uchun женский rodlar uchun moya kvartira ikkalasi ham agi tugayapti. Moya komnata, moya kniga ikkalasi ham agi tugayapti. Shu jihatdan juda ham esda saqlash oson. Yoki moy, tvoy bu qanday undoshga tugayapti. Moy dom, tvoy dom da va ko'plikdagilar мои очки, мои брюки, мои сапоги и так далее, да, bular shundoq ham ko'pchilik множественное числodagi, ya'ni ko'plikdagi so'zlar aksariyati igi tugagani sababli мои, твои deb qabul qilingan. Вот. И средний род мое, твое, наше, ваше. Bu ham rod belgisini takrorlayapti. Вот. Мужской roddagi so'zlarga ahamiyat bersak, мой город, твой город, его город, ее город, наш город, ваш город, их город. Женский roddagi so'zlarga моя квартира, твоя квартира, его квартира, ее квартира, наша квартира, ваша квартира, их квартира. Va ahamiyat bering, bu yerda kimning uyi ekanligini umuman farqi yo'q. Kvartira bo'lgani uchun ham моя, твоя, наша, ваша bo'lib ketyapti. Вот. Endi средний rodga qaraydigan bo'lsak, moyo, вот, время so'zi мужской rod, средний rod hisoblanadi. Bu исключительный, ya'ni istisno so'zlar, bular 10 ta, lekin ishlatadiganimiz bor yo'g'i 2 ta. Bular время bilan имя. Demak, moyo время, твое время, ее время, его время, наше время, ваше время, их время va имя. Xuddi shunday moyo имя deysiz. Вот. Mana bu pastdagi so'zlar, bular aktiv so'zlar hisoblanmaydi. Вот. Время, plamya, время og'irlik, plamya olov, gulxan, plemya qabila, xullas mana shunday tor doiradagi so'zlar. Вот. И oddiy средний roddagi so'zlarga кольцо bu uzuk va moё кольцо, твоё кольцо, его кольцо, ее кольцо, наше кольцо, ваше кольцо, их кольцо. Вот, mana shu tarzda o'zgaradi. Ko'plikka qaraydigan bo'lsak, мои друзья, твои уроки, его коллеги, ее подруги, наши соседи, ваши родственники, родственники bu qarindosh, их дети, ularning bolalari, da? Вот. Ya'ni mana ko'plikdagi so'zlarga hammasiga i qo'yildi, его, ее, их o'z holida qoldi. Endi aytib o'tganimdek, общий roddagi so'zlarni ba'zilarini va eng ko'p ishlatiladiganlarni xotirada saqlaymiz. Plaksa yig'loqi, xitryuga ayyor tulki, sirota yetim, kollega hamkasb, tyoska adash, lifsha chapaqay. Buni pravsha o'ng qo'lda yozuvchi bo'ladi. Umnitsa aqlli, молодец, barakalla, молодчина, balli. Ya'ni bu bir narsa ikkalasi ham. Почемучка ko'p savol beradigan o'g'il yoki qiz bola, самоучка o'zi o'rganuvchi inson, всезнайка bilag'on, bедняжка, bедняга bechora, бродяга bezori. Endi ikkinchi bizlarni rodni ishlatadigan joyimiz bu прилагательныйlar, ya'ni sifatlar bilan. Endi bu yerda ham sizni bilishingiz kerak bo'lgan informatsiya maksimalniy qisqa desa ham bo'ladida. Ya'ni har qanday прилагательный, ya'ni sifatni oladigan bo'lsak, uning oxirgi qo'shimchasi rodga mutanosib bo'lishi kerak. Misol uchun, мужской roddagi so'zlar большой, маленький, katta kichkina, da, хороший, плохой, yaxshi yomon, высокий, красивый, baland, chiroyli, интересный. Xuddi shu so'zlarning женский rodini oladigan bo'lsak,
qanday bo'ladi? Большая, маленькая. Birorta so'z aytib ketaman. Большая квартира, маленькая квартира, хорошая квартира, плохая квартира, высокая квартира, красивая квартира, интересная kniga. Вот. Средний roddagi so'zlarga esa oye. Большое окно, маленькое окно, маленькое deb o'qiymiz o'qiganda, lekin хорошее vino. Вот. Плохое настроение, yomon kayfiyat bo'ladi, yoki хорошее настроение, yaxshi kayfiyat. Высокое, высокое что-то, окно, красивое окно, здание, bino, интересное что-то, да, интересное здание. Va множественное числоda hammasida iye, большие, маленькие, хорошие, плохие, высокие, красивые, интересные. Talaffuziga ahamiyat berib, mana shu yerini qayta-qayta takrorlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Endi keling, so'zlarni birikmada ko'rib chiqamiz yana bir bor. Большой дом, большая kvartira, большое окно. Bu yerda bu so'zlarni mana kimga tegishliligi umuman ahamiyati yo'q. Shunchaki вот большой дом, большая kvartira, большое окно, да? Красивый город, красивая улица, красивое небо, да? Chiroyli shahar, chiroyli ko'cha, chiroyli osmon. Вот. O'sha ikkinchi so'zning, ya'ni otning oxirgi harfiga qarab turib biz прилагательni ham qo'yib ketamiz. Добрый человек, добрая женщина, доброе лицо. Yaxshi inson, yaxshi ayol, доброе лицо deganda bu yaxshi yuz, chiroyli yuz, ya'ni mehribon ko'rinadigan yuz. Вот. Endi rodini nima uchun biz bilishimiz kerak, da? Demak, bu avvalambor kimning deb, чей telefon, чья kniga, чье кольцо, чьи деньги deb so'raganimizda ishlatyapmiz. Uni egallik qilib javob berganimizda ishlatyapmiz. Ya'ni moy tvoy deb javob berganda ishlatyapmizda. Va bu yerda sifatlarni qo'yganda ishlatyapmiz. Endi sizlardan hozir kichkinagina bu yerni stop qilasiz va so'zlarni rodini bilasizmi yoki tushundingiz yoki tushunmadingiz tekshirib o'tasiz va stop qilgandan keyin meni как javob aytgan joyimni qo'ysangiz yana ham mazmunliroq bo'ladi darsingiz. Demak, stop qilasiz. Men esa javobni aytishni boshladim. Stop qilib javoblarni aytgandan keyin bu yoqqa qo'yasiz. Demak, mashina женский род, номер мужской род, ключи куплик множественное число, ребенок мужской род, дети множественное число, куплик дегani, кроссовки куплик, сумка женский род, фото средний род, адрес мужской род, стакан мужской род, офис мужской, паспорт мужской, букет мужской, рубашка женский, компьютер мужской, блокнот мужской, зарядник mужской, комната женский. Demak, bularni faqatgina oxirgi harfiga qarab rodini aniqladik va sizga maslahat bergan bo'lardimki, bu yerda siz aslo harakat qilmang, ko'proq so'z yodlashga, balkim aktiv slovaringizni oshirishga. Вот. Endi sizlar bilan bitta texnikani bo'lishaman. Buni esa keyingi darsda ko'ramiz. Chunki bu texnika salgina uzunroq bo'ladi, ammo lekin albatta sizlarga ko'rsataman. Hozirgi darsimizda bu объем jihatdan juda katta bo'lib ketadi. Bu shu darsimizning ikkinchi qismida bo'ladi inshaalloh. Вот. Endi Ruslan o'zi qanday o'rganadi deganda, ko'p eshitish, kuzatish, который biz jarayon davomida o'zimiz o'qish jarayonida nima qilamiz? Biz ko'p eshitish, kuzatishni emas, passivniy o'rganishni afzal ko'ramiz. Ya'ni darslarni yo tomosha qilamiz, yo darslikdan o'qiymiz. Undan keyin takrorlashni ham biz o'ylaymiz, men qancha ko'p informatsiya bilsam gapira olaman, aslida esa qancha ko'p takrorlasangiz shu narsaga ko'nikib ketasiz. Вот, bu kursimizda mana shu takrorlash temasiga juda qattiq qaralgan va tegishli mashqlari bor.
keyingi xato qilishdan qo'rqmaslik, bu это очень важно deydi-yu, hamma xato qiladi. Xato qilyapsizmi, demak siz harakat qilyapsiz degan shior ostida o'qishni davom ettirsangiz, xudo xohlasa juda yam yaxshi gapirib ketasiz. Вот, ko'p gapirish bu bizani texnikamiz bilan bog'liq. Bu texnikani afsuski bu darsda kirgizish imkoni bo'lmadi, juda katta bo'lib ketadi. O'shaning uchun ham ana shu darsimizni ikkinchi qismida ko'rib chiqamiz. Вот. Va keyingida ko'plikni o'rganamiz rus tilida, eng ko'p ishlatiluvchi sifatlarni va rodni bilish kerak bo'lgan ba'zi holatlarni ham o'rganamiz. Darsimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska qiling, bo'lishing do'stlaringiz bilan, o'rtoqlaringiz bilan, chunki bu darslar juda ham podrobniy darslar bo'ladi, juda ham batafsil sizlarga chiroyli qilib yetkazib beraman rus tilini, xudo xohlasa. Chunki men rus tilini xuddi o'z ona tilimdek o'rgandim va o'quvchilarimga ham o'z ona tilidek o'rgatganman va sizga ham xuddi shu tarzda, xudo xohlasa, o'tib beraman. Xayr, sog' bo'ling.